Do'stlar, mana xudo xolasa 16-avgust 2026-yilda tog'a qayerdan keldingiz? Farg'ona Oltiariq. Oltiariqdan kelibdi tog'amiz. Gilos boq qilaman. Menga 1600 ta 1,5 mingta gilosga berasan. Sit Ariana Nimba sortidan deb. Do'stlar, gilosimni 10-15% qoldi 150 ming gilosdan. Chunki zakaz ko'p bo'lyapti do'stlar. Bunaqa adirdiki qizargan gilosni ko'p joyda topolmaysizlar. Chunki adirdiki mana qizarib boradi do'stlar. Gilos ko'ringlar, bu qaranglar. Gulpindi buni qaranglar. Mana shu yergacha tog'amizga xudo xolasa 3-4 ko'mi bilan qilib beramiz. 2 yil mevasini gullanib ko'rib, mevasini ko'radigan mana do'stlar. Gilos desan gilos, hali 3 oy bor xudo xolasa o'sishga. Tog'a giloslar yaxshimi holat? Yaxshi, zo'r. Mana giloslarimiz do'stlar, ob'yomda xudo xolasa bularga ko'p gapirib qo'ya. Men yomon gapiraman deb aytib qo'ya. Siz bizga mana ko'chatni reklama ko'rsatib gapiryapsiz mana. Mana shu ko'chatdan qilib berasiz. Mana shunday beramiz ko'chat. Mana unda tanasi ham mana shunaqasini qilib berasiz. Xudo xolasa ko'chat qilib beramiz. Tog'a ko'chat ham bo'ldi. Ma'qul ko'lchikli mana ko'chat. Mana shu reklama qilib berishadi-da bizga. Olib keling mana yaqin. Tog'a tushoradimi? Bular hali yana nima bo'ladi? Do'stlar, adirdagi tog'a toshdiki tanasi pishgan tog'a, buni ko'ring. Mana mevalarni ko'ryapsiz o'zingiz mana. Buni ko'ringlar. Mana shu yergacha. Chunki adirda tana pishib ketadi. Xudo xolasa mana tog'larimiz zakaz bergani kelgan ekanmiz do'stlar. Nomerlarni ola olmay qolyapmiz. 1-2 martadan telefon qilasizlar. Nomerlar qoldirib qo'yamiz gilosga. Ulgurib olamiz. Mana do'stlar, bir shoqqa tarbiyalagan kimdir 60 ga, kimdir 50 ga, kimdir olaveradi. Mana tog'amiz zakaz bergani 15-kuni, 16-kuni kelaman dedi. Xudo xolasa yetib keldi. Bu mana Kelkidon suv omboriga qilganmiz do'stlar. Mana giloslar polvon bo'lgan. Mana 15-ga dur deganda mana Yetib keldi mana tog'a. Endi siz ham gapingizdan chiqib bizga garantiyali. Mana xudo xolasa buni qaranglar do'stlar. Tog'alarimizga hozir ko'rsatib nima qilyapsiz? Like bossangiz videoni tashlab yurlashib boramiz. Ko'rsating yana. Mana shunaqa bo'lib, mana shunaqa bo'lsa endi mana ular kichkina qilib qoladi. Mana ular. U olmabdi ular. Mana ular olmagan ekan.